Tyson bilan Saturnni atmetga qilamiz. Sharti ikkitaga bitta urishasizlar. O'zbekistonda trendga chiqayotgan ikkita ukamiz bor. Yomon bolalar emas ular ham, lekin zo'r, media bias deyshadi. Tyson bilan Saturnni atmetga qilamiz. Agar yutqazsalar mana shartimga, ikkitaga bitta urishasizlar. Mana KFC promotionimda bir ko'zdagi jang uyushtirib beramiz, pul ham beramiz kerak bo'lsa. Ikkalasiga bittaga urishasiz o'zingiz. Ikkiga bir solishaveraman, gap yo'q. Lekin agar hozir men yutib qo'ysam, bu shartingiz atkazib beradi. Atkaz bo'ladi. Qilinmasam, shartingizni qabul qilib, men vizit tashlayman aka. Bo'ldi, vizit tashlaysiz. Lekin mana shu video, mana bitta shart aytib qo'yaylik, mana shu bunaqalarga podpischalarimizga 500 ming like bo'lsa, sразу men chiqaman deb video qilib, sразу vizit tashlayman. Ikkiga bir. Davay, men unda o'zimnikiga ham storisga qo'yman. 500 ming like tezroq bo'lsa, qani biz nima bo'ladi? Nima bilan tugadik? Birinchi mana shartni bajarsinlar. Bajaraylik. Qani ketdik. Bo'ldi, Husanboyga shartni aytdik. Yutqazsalar, Saturn bilan Tyson bilan ringda rostakamlik bo'yida ikkitaga bitta solishadilar. Men 10 ta qilishga harakat qilaman. Husanboy hatto 5 ta qiladilar. Bismillah. Qoyil lekin, qoyil. Og'a siz zo'risiz. Qomat chiqaradi, yumshoqlarni qara. Ana shu og'am eng zo'ri o'g'li. Men hozir bitta qilarsam o'zi Qani? Bitta qilarsam kattaga. Ketdik. Xullas, mashinada turgancha, Polni. Qaysi turish kerak? Nima qilyapti bu? Hisoblamaydi lekin qiyshiq qilyapsiz. Ketdik. Cho'ziling-da siz. Buni ham sharti bor. Shartini to'g'ri bajarish kerak, voy. Bu bitta hisoblaymiz ikkitani. Qiyshiq qildingiz. Bo'ldi, ikkitaga bitta, davay, tez o'zim. Men bilmayman. Men shartingizni bajara olmadim. Pulingizni olganim yo'q. Siz shartni bajara olmadingiz. Siz hozir solishaman deb aytib bering mana kamera. bo'ldi. Xullas, men do'stlar hozir yutqizdim. Azagam shartini qabul qilaman, bo'ldi. Tyson bilan Saturnga 2ga 1. Xullas ringga chiqaman, MMAda. 500 ming like. 500 ming like qilsalar oddiy narsa. Ko'p 500 ming like. Yo'qlarmikan aka, 500 ming. Shunaqa aktivmi bu ishlaringiz? Normalni aka, 500 ming chunki juda katta interes bo'ladi. Bu 2ga 1 aka, hali O'zbekistonda bunaqa narsa bo'lmagan. Tim bo'lib biz uyushtirgan kunimiz men lokatsiyasini aytaman. Bizning promotionda ushbu olishadi. Xullas, qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hadisha turasizlar. Hammaga rahmat.